Sizlar ham eshitgan bo'lsani kerak, mana qo'shiq. Javobsiz qo'lingizga asbob yarashibdi judayam siz bor. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Maniki tormas, maniki dutor. Hayronman, qanaqa miya bilan bunaqa qo'shiq yozish mumkin? Sizniki tormi? Yo, menikida tor deb oradagi mana ovozgacha ohangi. Bu ko'pchilik buni qanaqa ma'nodaligi o'zi tushun bo'ldi. O'zbekistonda ham dalboyoblarga bir limit qilib qo'ysa bo'lar ekan. Svetga qo'yildi, gazga qo'yildi. Ne dalboyoblarga ham bir limit qilib qo'ysa bo'lar ekan. Shundan keyin O'zbekiston ham bir san'atkorlarga solig'i joriy etdi. Bunaqalarga soliq tugur jarima ham qo'llash kerak. Ma'nosi ham bir g'alati-da. Sizniki tormi? Yo, menikida tor. Bitta qo'shiq yaratishdan oldin bu qo'shiq yoshlarning ongiga qanaqa ta'sir etadi? Foydalimi, bachkana emasmi? Deb ham o'ylab yaratish kerak. Bekorga davlat san'atkorlarga soliq rejimini qo'ymadi. Buni ancha oldin qilish kerak edi. Shundagina shunaqa bachkana san'atkorlar ancha oldin yo'q bo'lardi. Chunki hozirgi mana kichkina bachkana san'atkorlar bitta ikkita qo'shiq yozib olib o'zini san'atkorman deganlar ancha oldin soliq to'lolmasdan yo'qib ketib, hozirda normalniy sifatli ijod qiladiganlar, san'atkorlar qolgan bo'lardi. Hozirginaqa bunaqa menikida tormi, sizniki tormi degan qo'shiqchilar, san'atkorlar ancha oldin yo'qib ketardi. Hozir ham kechmas soliq rejimi qo'yilyapti san'atkorlarga. Bu degani bundan keyin sifatli san'atkorlar, sanoqli san'atkorlar qoladi degani. O'zidan bitta ikkita qo'shiq aytib olib, zvezdani yoqqanlar sekin-sekin yo'qib ketadi.